1 avgustdan boshlab poliklinika, 4 avgustdan boshlab poliklinika, dorixona va kasalxonalarga boradigan har bir odam uchun muhim bo'lgan tartiblar yangicha ishlay boshladi. Bu gap faqat bemorlarga emas, ota-onalarga, pensionerlarga, homilador ayollarga, surunkali kasalligi bor insonlarga, shifokorga tez-tez qatnaydiganlarga va hatto hozircha o'zini sog'lom deb yurgan odamlarga ham tegishli. Chunki sog'liq tizimidagi har qanday o'zgarish bir kuni baribir har bir oilaning eshigini taqillatadi. Men bugun sizga avgustdan keyin poliklinikada qabulga yozilish, dorixonada dori olish, kasalxonaga yotish, yo'llanma retsept, bepul va pullik xizmatlar, hujjatlar, navbat va mas'uliyat masalalarida nimalarga e'tibor berish kerakligini sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni bilmasangiz, ortiqcha pul to'lashingiz, noto'g'ri joyga borib vaqt yo'qotishingiz yoki sizga tegishli bepul xizmatdan foydalana olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar sizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'ladi. Avval ko'pchilik sog'liq masalasida bir xil yo'l tutardi. Biror joyi og'risa, darrov poliklinikaga borardi, navbat kutardi. Shifokor to'plasa qabulga kirardi. Topilmasa tanish bilish qidirardi. Shifokor ko'rikdan o'tkazib, qog'ozga dori yozib berardi. Bemor dorixonaga borardi. Dorixonachi esa ko'pincha mana bunisi kuchliroq, mana bunisi tezroq yordam beradi, mana bunisi qimmatroq. Lekin yaxshi deb o'zicha maslahat berardi. Ko'p hollarda bemor qaysi dori aynan shifokor yozgani, qaysi biri dorixonada tavsiya qilingani, qaysi biri aslida shart emasligini ajrata olmasdi. Kasalxonaga yotish masalasida ham avval ancha chalkashlik bor edi. Kimdir poliklinikadan yo'llanma olib borardi, kimdir tez yordam orqali tushardi, kimdir to'g'ridan to'g'ri kasalxona eshigiga borib joy bormi deb so'rardi. Bepul davolanishga haqli odam ham ba'zan pullik bo'limga yo'naltirilardi. Pullik xizmat olishi kerak bo'lgan odam esa bepul deb o'ylab keyin hisob-kitobda hayron qolardi. Eng katta muammo shunda ediki, bemor o'z huquqini bilmasdi. Tizim esa ko'p joyda qog'ozbozlik va og'zaki tushuntirishga bog'liq edi. Endi asosiy yo'nalish shundan iboratki, tibbiy xizmatlar bosqichma-bosqich tartibga solinyapti. Poliklinikada birlamchi bo'g'in kuchaytiriladi. Retsept va dori berish masalasida nazorat oshadi. Kasalxonaga yotishda yo'llanma va elektron ma'lumotlar muhimroq bo'ladi. Bepul xizmat bilan pulli xizmat chegarasi aniqroq tushuntirilishi talab qilinadi. Bu o'zgarishlarning maqsadi oddiy. Bemor sarson bo'lmasin, dori noto'g'ri ichilmasin. Davlat hisobidan beriladigan yordam haqiqatan muhtoj va huquqi bor odamlarga yetib borsin. Shifokor va dorixona mas'uliyati kuchaysin. Lekin shu yerda muhim narsani aytib qo'yaman. Har qanday yangi tartib boshida odamlar uchun noqulay tuyulishi mumkin. Chunki avval borib gaplashib hal qilamiz degan odat bo'lgan. Endi esa ko'proq ro'yxatdan o'tish, elektron navbat. Retsept yo'llanma, tibbiy karta, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, oilaviy shifokor xulosasi kabi narsalar so'raladi. Bu byurokratiya bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin to'g'ri ishlasa, keyinchalik bemorni himoya qiladigan mexanizmga aylanadi. Birinchi katta o'zgarish poliklinika bilan bog'liq. Endi bemorlar imkon qadar birinchi navbatda o'z hududidagi oilaviy shifokor, terapevt yoki pediatr orqali ko'rikdan o'tishi kerak. Ya'ni bosh og'ridi deb darrov to'r mutaxassisga, masalan, nevropatologga yugurish, bel og'ridi deb darrov MRT so'rash, bola yo'talsa darrov kasalxonaga yotqizishni talab qilish to'g'ri yo'l emas. Avval birlamchi ko'rik bo'ladi, shifokor holatni baholaydi, kerak bo'lsa analiz yozadi. Kerak bo'lsa to'r mutaxassisga yo'llanma beradi. Masalan, 45 yoshli erkakda qon bosimi 1.6 ga 100 bo'lib yuribdi. U avval dorixonadan bosim tushiradigan dori olib ichgan. Bir kun yaxshi, bir kun yomon. Endi to'g'ri yo'l shuki, u poliklinikaga boradi, oilaviy shifokor bosimini o'lchaydi. EKG, qon tahlili, buyrak faoliyati bilan bog'liq tekshiruvlarni belgilashi mumkin. Shundan keyin doimiy dori tanlanadi. Chunki qon bosimi dorisi qo'shnikiga qarab tanlanmaydi. Bir odamga mos dori, ikkinchisida yo'tal chaqirishi, uchinchisida oyoq shishirishi, to'rtinchisida buyrakka og'irlik berishi mumkin. Yana bir misol, 3 yoshli bola isitmaladi. Ota-ona dorixonaga borib antibiotik so'raydi. Dorixona ham oldin bemalol antibiotik berib yuborishi mumkin edi. Endi bunday holatlarga jiddiyroq qaraladi. Chunki antibiotik har bir isitmaga kerak emas. Virusli infeksiyada antibiotik foyda bermaydi. Aksincha ichak mikroflorasini buzadi, allergiya chaqiradi. Keyinchalik bakteriyalar antibiotikka chidamli bo'lib qoladi. To'g'ri yo'l pediatr ko'radi, tomoq, o'pka umumiy holat. Harorat davomiyligini baholaydi.
zarur bo'lsa analiz qiladi. Shundan keyin antibiotik kerakmi yoki yo'qmi hal bo'ladi. Poliklinikada yana bir muhim jihat ro'yxat va biriktirilgan hudud. Har bir odam o'z yashash joyi bo'yicha qaysi poliklinikaga biriktirilganini bilishi kerak. Agar siz boshqa tumanda yashab, ro'yxat boshqa joyda qolib ketgan bo'lsa, qabulda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun pasport yoki ID karta. Doimiy yoki vaqtincha ro'yxat, telefon raqamingiz, agar bor bo'lsa elektron tibbiy kartangiz ma'lumotlari tartibli bo'lishi kerak. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi borlar, homiladorlar va bolali oilalar buni oldindan aniqlab qo'ysin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda surunkali kasalligi borlar, diabet, qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, astma, buyrak kasalligi, epilepsiya, onkologik kasallikdan keyingi kuzatuvda turganlar. Chunki bunday bemorlarga muntazam retsept, tekshiruv, nazorat va ba'zan bepul yoki imtiyozli dori kerak bo'ladi. Agar hujjatlari tartibsiz bo'lsa, dori yoki yo'llanma olishda kechikish bo'lishi mumkin. Kim uncha xavotir olmasa bo'ladi. Bir martalik yengil shamollash, oddiy maslahat, profilaktik ko'rik yoki reja bo'yicha tekshiruvga boradigan odamlar. Lekin ular ham yangi tartibni bilib olgani yaxshi. Chunki biror analiz pullikmi yoki bepulmi? Tor mutaxassisga kirish uchun yo'llanma kerakmi? Shifokor qaysi vaqtda qabul qilishi kabi savollarni oldindan aniqlash vaqtini tejaydi. Dorixona masalasi eng nozik mavzu. Chunki odamlar ko'pincha shifokordan oldin dorixonaga boradi. Bosh og'risa dori, oshqozon og'risa dori, bola yo'talsa sirop, bel og'risa ukol, uyqu kelmasa tinchlantiruvchi vosita so'raydi. Natijada dorixona ba'zan tibbiy maslahat markaziga aylanib qolgan. Aslida dorixonachi dori vositasini berishi, qo'llash tartibini tushuntirishi mumkin, lekin tashxis qo'yishi va shifokor o'rniga davolash sxemasi tuzishi kerak emas. 1 avgustdan keyin retsept bilan beriladigan dorilarga e'tibor kuchaygani odamlar albatta his qiladi. Ayniqsa antibiotiklar, gormonal dorilar, kuchli og'riq qoldiruvchilar, psixotrop yoki tinchlantiruvchi vositalar. Ayrim yurak dorilari, kuchli allergiyaga qarshi preparatlar, inyektsion dorilar bo'yicha dorixonalarda ehtiyotkorlik oshadi. Bu odamlarni qiynash uchun emas, xavfsizlik uchun qilinadi. Tasavvur qiling. 6 yoshli ayolning tizzasi og'riyapti. U dorixonadan kuchli og'riq qoldiruvchi dori olib 10 kun ichadi. Og'riq kamayadi, lekin oshqozonda yara ochiladi yoki qon bosimi ko'tariladi. Yoki diabeti bor odam shamollab o'zicha gormonal dori ichadi. Natijada qand miqdori 22 keyin 20 ga chiqadi. Yoki yosh yigit uyqusizlikdan tinchlantiruvchi dori so'raydi. Keyin unga o'rganib qoladi. Mana shunday real xavflar sababli retsept tartibi muhim. Bu yerda yana narx masalasi bor. Dorixonada bir xil ta'sir qiluvchi modda turli nomda sotilishi mumkin. Masalan, bitta dori 25 ming so'm, boshqa brend 60 ming so'm, uchinchisi 1 ming so'm bo'lishi mumkin. Bemor esa qaysi biri kerakligini bilmaydi. Shuning uchun shifokordan dorining xalqaro nomini, dozasini, necha kun ichilishini, ovqatdan oldinmi, keyinmi, qaysi dorilar bilan birga ichib bo'lmasligini aniq so'rash kerak. Agar dorixonada aynan yozilgan nom bo'lmasa, dorixonachi ta'sir qiluvchi moddasi bir xil bo'lgan analogini taklif qilishi mumkin. Lekin siz doza va shakl tekshirishingiz shart. Masalan, shifokor 500 mg tabletka yozgan bo'lsa, dorixonadan 2 mg olib 2 donadan ichaman deyish har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi dorilarda qobiq so'rilish va ta'sir davomiyligi farq qiladi. Yoki shifokor kuniga bir marta ichiladigan uzoq ta'sirli dori yozgan bo'lsa, oddiy shakldagi dorini almashtirish xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun retseptdagi ma'lumotni rasmga olib qo'ying. Shifokordan tushunmagan joyingizni qayta so'rang. Kasalxonaga yotish bo'yicha ham odamlar aniq farqni bilishi kerak. Shoshilinch holat boshqa, reja bo'yicha davolanish boshqa. Agar odamda insult belgisi bo'lsa, ko'krakda kuchli og'riq bo'lsa, nafas qisish kuchaysa, og'ir jarohat bo'lsa, hushdan ketish, kuchli qon ketish. Homilador ayolda xavfli belgilar bo'lsa, bu yerda poliklinikadan yo'llanma kutib o'tirilmaydi. Tez yordam chaqiriladi yoki shoshilinch qabul bo'limiga murojaat qilinadi. Bunday holatda vaqt hayot demakdir. Lekin reja bo'yicha operatsiya, tekshiruv, davolanish, sanator yoki ixtisoslashgan markazga yuborish masalasida yo'llanma muhim. Masalan, odamning o't tufagida tosh bor, lekin hozir kuchli xuruj yo'q. U jarrohlik bo'limiga reja asosida yotishi kerak. Buning uchun poliklinikada jarroh ko'rigi, uzi, qon tahlillari, EKG, terapevt xulosasi, kerak bo'lsa boshqa mutaxassis xulosalari tayyorlanadi. Shundan keyin yo'llanma bilan kasalxonaga boriladi. Bu bemorni qiynash emas, operatsiyaga xavfsiz tayyorlashdir.
Yana bir misol, 68 yoshli otaxon katarakta operatsiyasi qilmoqchi. U darrov shifoxonaga borib, ko'zimni operatsiya qiling desa, baribir analizlar kerak bo'ladi. Qon bosimi nazorati, qon miqdori, yurak holati, qonni suyultiruvchi dorilar ichyaptimi yoki yo'qmi? Agar u oldindan poliklinikada tekshiruvdan o'tsa, kasalxonada o'rtacha kun kutib qolmaydi. Demak, yangi tartibning foydasi shundaki, tayyorgarlik poliklinikada qilinadi. Kasalxona esa asosiy davolash bilan shug'ullanadi. Bepul va pullik xizmat masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Har bir tibbiyot muassasasida qaysi xizmat davlat kafolati doirasida bepul, qaysi xizmat pullik ekanligi haqida aniq ma'lumot bo'lishi kerak. Agar sizdan pul so'rashsa, bu xizmat nega pullik, qaysi tarif bo'yicha menga kvitansiya beriladimi deb so'rashga to'liq haqqingiz bor. Pul to'lasangiz, albatta chek yoki rasmiy to'lov hujjatini oling. Qo'lga berib qo'ying, keyin hal qilamiz, bunaqa bo'ladi o'zi degan gaplarga rozi bo'lmang. Endi eng ko'p tushunmovchilik bo'ladigan joylarni aytaman. Birinchisi, hamma narsa ham darhol elektron bo'lib ketmaydi. Ayrim joylarda tizim ishlashi sekin bo'lishi, internet bo'lmasligi, xodimlar yangi tartibga endi o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Bunday paytda asabiylashish o'rniga hujjatlarni tartibli ko'rsatish, savolni aniq berish va zarur bo'lsa mas'ul xodimga murojaat qilish kerak. Ikkinchisi, retsept so'ralishi dorini umuman ola olmaysiz degani emas. Bu shunchaki shifokor nazorati kerak degani. Masalan, siz avvaldan qon bosimi dorisini ichib yurgan bo'lsangiz, poliklinikadagi shifokor bilan bog'lanib, doimiy davolash rejangizni yangilatib oling. Har oy dorixonada janjal qilishdan ko'ra bir marta hujjatni to'g'rilab qo'ygan yaxshi. Uchinchisi, bepul xizmat bor degani hamma xohlagan tekshiruv bepul degani emas. Masalan, bemor menga MRT qiling, chunki belim og'riyapti deydi. Lekin shifokor avval ko'rik oddiy rentgen yoki laborator tekshiruv yetarli deb hisoblashi mumkin. MRT har doim ham birinchi qadam emas. Bepul xizmat tibbiy ko'rsatmaga qarab beriladi. Agar ko'rsatma bo'lmasa, bemor o'z xohishi bilan pullik tekshiruvdan o'tishi mumkin. To'rtinchisi, shoshilinch yordamda hujjat yo'qligi sabab yordam bermaslik mumkin emas. Agar odamning hayotiga xavf bo'lsa, birinchi yordam ko'rsatiladi. Lekin holat barqarorlashgandan keyin hujjatlar, shaxsni aniqlash, ro'yxat, qarindoshlar bilan bog'lanish masalalari hal qilinadi. Shuning uchun keksa ota-onangizning hujjat nusxasi ichadigan dorilar ro'yxati, allergiyasi bor yo'qligi, yaqin qarindosh telefon raqami alohida yozib qo'yilgani juda muhim. Beshinchisi, homilador ayollar va bolalar bo'yicha tartibga alohida e'tibor kerak. Homilador ayol vaqtida ro'yxatga turishi, analizlarni topshirishi, skrininglardan o'tish kerak. O'zimni yaxshi his qilyapman deb yurish xavfli. Qon bosimi, qaponlik, qand, homila rivojlanishi kabi masalalar ba'zan belgisiz kechadi. Bola bo'yicha esa emlash, profilaktik ko'rik, vazn va bo'y nazorati, vitaminlar, rivojlanish bosqichlari pediatr orqali kuzatilishi kerak. Dorixonadan o'zicha sirop va antibiotik olish bola salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Birinchi qadam, qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni aniqlang. Buni yashash joyingiz bo'yicha poliklinikadan, mahalladan yoki tibbiy ro'yxat bilan ishlaydigan bo'limdan so'rashingiz mumkin. Agar boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, vaqtincha yashash manzilingiz bo'yicha qanday tartibda biriktirilish mumkinligini so'rang. Telefon raqamingiz yangilangan bo'lsin, chunki ko'p xabarlar qo'ng'iroq yoki SMS orqali kelishi mumkin. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni tayyorlab qo'ying. ID karta yoki pasport, bolalar uchun tug'ilganlik guvohnomasi, pensionerlik yoki nogironlik hujjati bo'lsa nusxasi, avvalgi kasallik varaqalari, analiz natijalari, UZI, rentgen, MRT javoblari, operatsiya epikrizlari, doimiy ichadigan dorilar ro'yxati. Bularni bitta papkaga solib qo'ying. Telefoningizda ham rasm qilib saqlang. Ayniqsa ota-onangiz yoki bolangiz uchun alohida papka bo'lsa, shoshilinch vaziyatda juda asqatadi. Uchinchi qadam, shifokorga borganda savollarni oldindan yozib boring. Masalan, mening tashxisim nima? Qaysi analiz shart? Qaysi bir ixtiyoriy? Bu dori nima uchun kerak? Necha kun ichaman? Yon ta'siri qanday? Qaysi holatda darhol qaytib kelishim kerak? Dorining arzonroq analogi bormi? Bu xizmat bepulmi yoki pullikmi? Agar pullik bo'lsa, narxi qayerda ko'rsatilgan? Shifokorga aniq savol bersangiz, aniq javob olish ehtimoli oshadi. To'rtinchi qadam, dorixonada shoshilmang. Retseptdagi dori nomi, dozasi, shakli va qabul qilish tartibini tekshiring. Agar dorixonachi boshqa dori taklif qilsa, ta'sir qiluvchi moddasi bir xilmi, dozasi bir xilmi? Shifokor yozgan shaklga mosmi deb so'rang. Antibiotik, gormon,
kuchli og'riq qoldiruvchi, tinchlantiruvchi dorilarni o'z bilganicha olmang. Uyda qolgan eski dorilarni ham muddatini tekshirmasdan ichmang. Ayniqsa bolalarga kattalar dorisini bo'lib berish juda xavfli. 5-qadam, kasalxonaga reja bo'yicha yotadigan bo'lsangiz, oldindan ro'yxat tuzing. Yo'llanma, analizlar, terapevt xulosasi, EKG, kerakli mutaxassislar xulosasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, gigiyena vositalari, doimiy dorilar, allergiya haqida ma'lumot. Agar pullik xizmat bo'lsa, shartnoma va to'lov hujjatini oling. Agar bepul deb aytilgan bo'lsa, sizdan nima uchun pul so'ralayotganini muloyim. Lekin qat'iy so'rang. 6-qadam, huquqingiz buzilgandek tuyulsa hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Kim qachon qaysi xizmat uchun nima dedi? Qancha pul so'radi, qaysi kabinet, qaysi sana, qaysi shifokor yoki xodim. Bularni yozib qo'ying. Avval bo'lim mudiri yoki muassasa ma'muriyatiga murojaat qiling. Natija bo'lmasa, sog'liqni saqlash boshqarmasi yoki tegishli ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. Og'zaki janjaldan ko'ra yozma murojaat kuchliroq ishlaydi. 7-qadam, oilangizdagi keksa insonlar uchun alohida nazorat qiling. Ko'p ota-onalarimiz men yaxshi yuribman deb shifokorga bormaydi, lekin qon bosimi, qand, yurak ritmi, buyrak muammolar yashirin kechishi mumkin. Ularning dorilarini bir ro'yxat qilib yozing. Nomi, dozasi, ertalabmi, kechqurunmi, ovqatdan oldinmi, keyinmi? Bir vaqtning o'zida 5-6 xil dori ichayotgan odamda dorilar bir-biriga ta'sir qilishi mumkin. Buni shifokor ko'rib chiqishi kerak. 8-qadam, profilaktikani e'tiborsiz qoldirmang. Yangi tartibning eng katta maqsadlaridan biri kasal bo'lgandan keyin yugurish emas, kasallikni erta aniqlash. Qon bosimini o'lchash, qonni tekshirish ayollar uchun ginekologik ko'rik, erkaklar uchun yoshiga qarab urologik maslahat. Bolalar uchun emlash va rivojlanish nazorati, tish salomatligi, ko'z tekshiruvi, bularning hammasi keng katta xarajat va og'ir davolanishning oldini oladi. Demak, 1 avgustdan keyingi asosiy mazmun shuki, poliklinika birinchi eshik bo'ladi. Dorixonada retsept va xavfsizlikka e'tibor kuchayadi. Kasalxonaga yotishda yo'llanma va tibbiy ko'rsatma muhimlashadi. Bepul va pullik xizmatlar bo'yicha aniqlik talab qilinadi. Bu o'zgarishlar boshida biroz noqulay tuyulishi mumkin, lekin bemor o'z hujjatini tartibga keltirsa, savollarni aniq bersa va dori-darmon masalasida o'zboshimchalik qilmasa, foydasi juda katta bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oilangiz hujjatlarini tekshiring. Qaysi poliklinikaga biriktirilganingizni aniqlang. Doimiy dorilar ro'yxatini tuzing va shifokor bilan maslahatlashmasdan kuchli dorilarni qabul qilmang. Agar sizda 2 avgustdan keyin poliklinika, dorixona yoki kasalxonada qandaydir yangi holat bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang, chunki eng qimmat narsa vaqtida olingan to'g'ri tibbiy yordamdir.